Sopulları. Ben Kırbalay. Siz kim bo'lsangiz? Ben Ma. Bugün başlap oyuna gitmem buldum. Kırsam bular. Bo'ldi. Rahmatlar. Oy, bek tızgı. Ay, Astrak. Tam da deyip yapmışsın ha? Astrak. Ay! Ay, kız. Bu tam mukahmala diyettim bu. Mana xo'jayin shaq degan bor. Xo'jayin shuna degan? Direktor? Sizlar? Siz bu oyunu nima qilsiz? To'xta. Siz mayli. Jar qoldi. Nima? Siz meni o'yinimni jar oldingizmi? Siz o'ynaysizmi? Ha? To'xtang, meni gapimni anglang. Siz nima uchun uningga bu o'yinni jar bersiz, ha? Men bu o'yinni jar bermayman. Qanday qilsangiz qiling. Siz to'xtamni bekor qilmoqchimi? Nima? Anda 20 ko'p pulni qaytib bering. Siz 20 ming qaytib turing. Ay bu. Menga bir xuddi kishining uyligini deb demaysiz-mi? Ya men qarang, biz tuzgan to'xtamda hech qanday masala yo'q. Mush xotin uyda o'tiraman men. men. Siz uyingizda sizdan yingiz izlamkan bu. Voy, bo'ldi shikillar tanib bitirib qiyo'linglar bo'ldi. Ay to'xtang. Vay. Hey, Fernand. Ben qandoq deyman? Ma'qul. Xo'sh. İkimiz bir paransı olaylı. Paranshayli. Ay! Qahman dedim bu nimadan nima qilyapsiz? Shunchalar bezratdingizmi? Sizga necha qitim deyman, haqni ishga aralashmang deb, ha? O'zimizning gapga keladi. Qanaqa emas? Nimani qanaqa qilmaysiz? Pulni-chi, pulni. Bu endi ko'chib kirib nima qilgan u? Sizningcha men mushu yerda o'tiramanmi? Ha? Bu endi ko'chib kirib ko'chib kelsangiz qanday bo'ladi? Shunchalar pul xashlab bo'lib. Bugunlan uyga borman. Zakolat pulini beribman. Pul yo'q? Ben sizga dedim o, bu men o pullarni hammani shiltib qolibman. Siz mashta deb turvasamlam bo'ldi deb o'ylab qoldingizmi? Ha? Menda rostimi yo'q. Navod bek ko'chib ketganimiz bo'lsa, oldindan men uy jar oldi odam tepib olayman. Men bugunlam ko'chikdiman. Voy men sizga dedim-ku, menda pul yo'q deb. Nima qilib hozir? Zo'rga bilasiz, shirkatga ahvoli ancha yaxshi emas. Siz nima ishni qiynaysizmi? Ha? Nimda bu o'yinni setib olsiz? Nimda bu ishlarni murakkablashtirishsiz? Bu gapni men sizga desam to'g'ri bo'lar? Men aran tasdikni pul yig'ib uydan birini setib oldim. Yeni siz men uçurdunuz. Tabaqqa gapini nima deyapti? Meni rostdan saran qilib qo'ydingiz. Tabaqqa gapini. Xanim kiralg'indan qo'yamiz. Xonim? Hay! Tabaq gapsiz diqqat qilaman. Ukam, siz kimda xonim deyapsiz? Ha? Mush xotin meni xonimimmi? Xotin? Ikkala ikkiman arayalmi deb. Unda emas.
rozi dedingizmi? Yo'q. Men nima deb og'iz ochishimni bilmayapman. Bernan menga osonmi? Siz bo'lsangiz meni tushunib qo'ying. Men sizning tansiq qoningiz bilib turyapman, lekin opam meni bekla oldirtib ketib bordi. Ma'qul. Men bir amal qilib dey. Dada, Oh. Keling qizim. oğlum, Nima? bir iş bulmagandı. Neymiş bo'ldi deysiz qizim? Hech ish yo'q. Hozir ishdan tushdingizmi? Dada, ilqi pul. Eliqni to'xtab tuzdingizmi? Kinishkichu. Aldım. Hemen el kıp buldum. Yaxshi o'tdi qizim. Yaxshi o'tdi. Dada, dükkan takmamsa? Taqaymi? Qizim. Siz chiqib dam olg'ash turing. Men hozirlik chiqaman. Makul. Dada, Oh. bir iş bulmagandı. Yo'q, hech qanday ish yo'q. Xotirjam bo'ling qizim. Makul. Xo'sh. Hamma ishlar o ko'nglimdagidek. Bu uyning xo'jayini esa ko'zimga toza sig'madi. Qanday qilsam bo'lar? Buni bir amal qilsam bo'ldi. Aka. Aka. Keldingmi ukam? Nima o'ylayapsan aka? Nima o'ylayapman? G'am qilib o'tdim degina. Biroq qarorga kela oladingmi? Qanday qilaman aka? Qaysar kichik bo'g'ini bilan uning degan gapining asosi bor. Biz Jasurning ko'nglini ayab, bu to'yni qilamiz deganimiz bilan Qudlarning degan yerdan chiqolmaymiz aka. Mush ish o'tirib chiqqandan beri bu uyda xapliq tugamayotdi. Vaqtida bir taraf qilyapmisak, bolalar o'tirsa so'roqchilik tushib, va oilamiz to'zib ketadi deb ansirab turman. Qaraganda nima kunda bu? Tak ko'rdigan kunim bor o'xshaydi uka. Aka.
Zakalat bunu qanday qilaman? Buni nədimi tapaman? Ben aldım. Amma ben Müslüman ayamsa. Shunchalik ishni qamlashtiramamsizlar? Ha? Jon direktor. Aliye, Polat direktörü bir iş buldu mu? Nima? Alımka, bugün duka açmadınız mı? Alımka. Alımka. Bir iş var mı handu? Yo'q. İcazınız yok mu? Ma'qul. Ravan şirket bizning shirkatning mahsulotini rad qildimi? Nemish qanday qilg'idak? Tündüğün o şirketin vekili bilen keşiftamak uğurlaştırgan. Ulanın deyişte direktör tamakokta edepsizlikka okşaydı. Kimdan topgan gapga u? Polat nima deb ularning vakiliga adabsizlik qilg'idak? İlki ameliyatda. Abbas liderini heliqi direktor Amina bilan to'y qildiydi. Ha. Amina kichik vaqtimda kechish xabarini direktordi. Shu vaqtda to'lim jalbkor ko'rinadi. Bu ayol haqiqatan qaltismi? Balkim bu ayol bu o'ringa o'zining amaliy kuchi bilan emas, boshqalarning sayesinde chiqdimi-ki? Hey isi. Abbasga mı bu ayolning aldam qaltisi tushib ketdi-da? Shundami? Ha. Bu ayol haqiqatan qaltisga. Polat direktor. Amdiga qila. Bu undaq gap emas qaram. Qizim. Mana shundoq bo'pti. Baş direktorning ochiq ekanini ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Lekin qarish taraf vakilimi deydiganimi deyish bo'lmagan nima debdi. Ondan ertasi bizning shirkatlar davomli to'xtamni rad qilibdi. Chatoq bo'pti u. Bu Ravan shirkati bizning shirkatning asosiy xaridor emasmi? Bu endi qanday qilg'iliq?
Ravan şirketining direktori bilan ko'rishyapdinglarmi? Biz ko'p ko'rishdik, ammo ular rad qilyotdi. Telefon qilguncha yotiq qilib berishmamsa? Ular biz o'rlashdiq yataqni qaytarib etib, boshqa yoqqa ko'chib ketibdi. Bir top non qipila. Asim degan bir mining davomli boradigan kechlik klub, restoran, oshxona degan yerga borib bizanglar. Bo'ldi, direktor, bo'ldi. Yana nima qarab tursa, minishmamsa? Hammasi amalda tezroq davolash masalasi faqat. Bildim. Siz maqolni deb qo'ying. Bek aldirtib ketmasin. Ma'qul, ma'qul qo'y. Amsi men kirib, dadam bilan ko'rsatib ma'y. Ha, ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Oy. Dada. Kapaqsam. Şu iliqi, mushu belning doğrusu. Ha, to'xta. Mana. Bo'pti. Sen ishon qilaverginamiz. Dada. Yo'lda diqqat qilasiz. Amiz kechdi baldiroq bag'in. Ha? Hamma. Yaxshimisiz bilim boshlig'i? Men Xislat. Yaxshi. Uzun bo'pti ko'rishmagili. Bugun sizga telefon qilishimda sizga bir hojatim tushib qolgandi. Yordam qila olasizmi? Direktor, Ravan shirkatining bosh direktori saqlab qoldi. Tezroq qilaylik. Qani. Yaxshimisiz Asimka? Yaxshimisiz, yaxshimisiz. Direktorimiz birga keldi. Yaxshimisiz. Direktor, keling o'tir. Asimka, amaliyotda bizning direktor Xislat. O'tgan qitimliq ishda nayt xijilman. So'ng oldingizga samimiy kechirim so'rab keldim. Çay koyun ha. Ne koy? Ben siz demedim. Xislatni da'vatim. Siz qo'ygan joyni qandaq mishkil olsun? Bo'ldi, men qo'yay. Men qo'yay. Xislat, bizning bo'limning boshlig'ini qandaqmi qayil qilgansiz ha? Haqiqatan yomon qizjimisiz. Unchalik emas-ku. Agar siz demagan bo'lsam, bu yerga hargizmi kelmaydim. Xudo'sma, Polat direktor. Asimka, amaliyotda direktorimiz o'tgan qilgan qilmishdan qattiq pushaymon qilib, sizdan kechirim so'rash uchun alaydan bu uchrashishni o'rlashtirdi. Polat direktorni qandaqmi mendan kechirim so'rag'izami? Shundaqmi, Polat direktor? Asimka, Xislat. Sizni to'y qilmadingiz-ku deyman, ha? ha, o'tgan sizga degandim-ku, hozir xizmatni birinchi o'rin qo'yman. Haqiqatan inson qizjimisiz. Undaqda to'xtamni davomli tuzaymiz-ku? Avval choy ichaylik. U gapni keyin deyishamiz, ha? Asimka, navoda bizni o'tib ketgan yerimiz bo'lsa, shirkat nomidan men sizdan kechirim so'ray. Bo'z to'xtamni tuzib o'tgan bo'lsaq. Dadingiz nima do'kon ochadi? Asimka, qanday qilsak to'xtam tuzaysiz? Aras, dadingiz so'qmoq do'kon ochadi deyman, ha? So'qmoqchining qizi edansiz.
Dükanның savdosi yaxshidu. Bir kun berib dükanның savdosi qilib berib kelayjimi? Papana qisat mangil. Direktor. Men bir sekundni turib olmayapman. Po'lat. Agar siz bu yerdan bir qadam nari ketadigan bo'lsangiz, shirkatni to'xtam tuzman deb xayolayman. To'xtamni-chi, men siz bilan tuzmayman. Siz nima ish qildiq odam? Siz nima ish qildiq odam? Men uni oran chaqirib chiqqan tursam, mushundan chiqib ketamsiz? Hey, aşağıtınlar qarab o'tiramdim men. Kechira. Men nimancha ahonat qo'ysiz xislat? Men shuncha iqtidorsizmi? Meni qo'l ostimdagilar haq ochdan muomil qisman qarab o'tirma. Bu hozir buni o'ylashadigan vaqt emas, direktor. Bu shirkatning taqdiri bilan munosabatli cho'ng ish qildingizmi? Shirkatning taqdiriga munosabatli deb yijib o'tirsiz. Yijib bosh nima shopdi? Men sizni oxutum, maxutunsam yomon qoqshab ketayotdingiz. Ajab ishni ko'zga ekan siz-a? Direktor. O'tgan 8 yilda liderning buningdanmi ig'ir ahonatga uchirgan vaqtlarda, garchi yomg'ir yig'vasimi, shirkatning taqdiri uchun boshqalarga soatlab yolvorib turg'ini ko'rgan. Liderimiz shirkat uchun shunday qilgan. Liderning qilganlari oldida bu mening qilganim qancha kishdi? Ajab ta'sirli hikoya bu. Shirkatning taqdiri uchun nima ish qilsangiz bo'laverdi. Shuni siz ijarab kotiblikdan kotibatlikqa, shirkat mudirligiga chiqdingiz. Siz shirkatning taraqqiyoti uchun mehmonxonaga boshsiz beraveramsiz. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi.